Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Navbatdagi dastavkalarimiz Qashqadaryoga 240 litrlik zavodskoy betonamishalkamiz hamda trammovka apparatimiz, beton teshadigan apparatlarimiz Namanganga dastavka qilib berilyapti. Ko'rishlaringiz mumkin, 240 litrlik zavodskoy betonamishalkamizni upakovka holatida dastavka qilib beryapmiz. Do'konimizda 160 litrdan boshlab 260 litrgacha bo'lgan zavodskoy betonamishalkalarimizdan mavjud. Kimga qanaqa variantidan kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar, arzon narxlarda qilib beramiz. Hamda trammovka apparatimiz Virolis brendidan 15 kN variantlarda bo'ladi. C90 modeli, o'zini suv bachoklarigacha o'rnatib qo'yganmiz. Suv bilan trammovka qilishga mo'ljallangan 1,5 tonna vibratsiya berib trammovka qiladi. Benzinli variantda bo'ladi. Benzinlarini bemalol xohlaganlaringni quyib foydalanaverasizlar. Motorlarining quvvati 7,5 ot kuchiga ega bo'ladi. O'zini gaz legirovkalari, nastroykalarini qilib chiroyli hollarda qilib qo'yganmiz. Hamda beton teshadigan apparatimiz Boda brendidan koronkalarini ham alohida sotib olishda ekamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, bu apparatimizni xohlasalaring ruchnoy, xohlasalaring pastavkada teshib foydalanaverasizlar. Kimga qanaqa apparatlarimizdan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. Kelib xarid qilaman degan akalarimiz uchun manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Kelaverasizlar, arzon narxlarda qilib beramiz.